Kariz qaynukam bugun Yaponiyadan keladigan kuni, shuning uchun o'g'limni va o'zimni kirlarimni tezda yuvib olyapman. Chunki qaynukamning xonasidan verandaga o'tadigan eshik bor. Qaynukam uyda bo'lsa, xonasini eshigini qulflab oladi. Shuning uchun kiyim yuvish u yoqda tursin, hattoki musul ham to'kolmayman. Qani ko'ramiz qaynukam bizga Yaponiyadan nimalar olib keldi ekan, birgalikda raspakovka chek qilamiz. Yoshligimda onamni Rossiyadan kelishlarini kutardim, chunki Rossiyadan har xil shirinliklar olib kelardilar. Shuning uchun shunaqa holatlarni ko'rsam yoshligim esimga tushib ketadi. Men uchun qaynukam Yaponiyani eng mashhur ramyonini olib kelibdi, birgalikda mukbang qilamiz. Va yana har xil shirinliklar olib kelibdi o'g'limga, menga, hattoki Kariz xolamiz bilan pochchamizga ham. Birinchi bo'lib Kariz xolamiz bilan pochchamiznikini tezda uylariga olib chiqib berdi. Chunki ularga ham sovg'a bermasa juda ham xafa bo'lishadi. Chunki qaynukamni Kariz xolamiz bilan pochchamiz yoshligidan beri o'zlarini farzandidek katta qilishgan. Hattoki har xil joylarga aylanganib borishganda ham Kariz xolamiz va pochcham bilan qaynukam bir xil kiyimda yurgan. Bu uyga birinchi kelganimda to'g'risi juda ham shubhalanganman. Qaynukamni Kariz xolamizni o'g'li deb o'ylaganman. Bu videolarni esa 2 yoshli o'g'lim olib yuribdi, nima qilsa ham onasini bolasida. Shu bilan kunimiz ham tugadi.